Tibet shirkatiga oid qora sedana kapsulasi bo'yicha ba'zi savollar bo'layotgan ekan. Men o'zim bu shirkatda bosh texnologman, ismim Dilshod. Xo'p, hozirgi kunda chiqayotgan qora sedana kapsulalarning rangi och, ba'zilari sarg'ish rangda, ba'zilari jigarrang, ba'zilari to'q. Nima uchun unaqa degan savol keldi menga. Buni javobi oddiy. Sedana birinchi chiqqanda, birinchi vision bo'lganda sovuq siqim yog' rangi qop-qora bo'lmaydi. Sarg'ish bo'ladi rang. Keyin u kapsulaga kiradi. Kapsulaga kirgandan keyin, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin, taxminan bir 3 oylar o'tgandan keyin uni rangi o'zgara boshlaydi, to'qara boshlaydi. Jigarrang holatga keladi. Keyin yana bir muddat turgandan keyin rangi to'q pushti holatga keladi. Birinchi och pushti bo'ladi, keyin to'q pushti bo'ladi. Keyin yillar o'tgandan keyin rangi qora holatga keladi. Uni sababi o'sha timol bo'lgani uchun tarkibida rang shunaqa sekin-sekinlik bilan o'zgarib boradi. Bu normal holat. O'sha mana Abdukarim Mirzayev reklamasida shu kapsulalar reklama qilingan, o'sha paytda qizil bo'lgan payti. Xuddi o'sha partiya ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin mana o'sha eski klientlarimiz o'zligi bilishadi, rangi keyin qoraygan o'shani. Mana hozir yangi partiyalar chiqa boshladi. Bir necha partiyalar mana hozir Toshkentga kirib borgan. Ba'zilari sarg'ish bo'lgan holatda, ba'zilari jigarrang, ba'zilari qizg'ish holatda. Buni sababi o'sha chiqqan muddatiga bog'liq. Mana misol uchun hozirgi kundagi o'sha qizili oktyabr oyida chiqqan mahsulot. Ana ular o'sha qizar bo'lgan. Sababi shu. Uni endi haqiqiymi, haqiqiy emasligini bilish uchun bir donasini tishlab ko'rib, mazasini tatib ko'rish kifoya qiladi. Bunga har qanday odam o'zini spetsifik bir ta'mi va hidi bor sedanani, shuna mazasini chaynab ko'rganda og'zini, tomog'ini achishtirishdan uni bilib olsa bo'ladi.